Mana qo'y molingiz yeganda umuman qiylanmasdan Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Chorvaga qiziqadigan va hayvon boqadigan akalarimizga lentali drabilkalarimiz yetib kelgan. Agrimax brendi ostida kelgan. Bu drabilkamizni mana motor qismiga kelsak, motor qismlari 3 kilovatli 3000 оборотda bo'ladi. Mis obmotkadagi motor bilan jihozlangan bo'ladi. 220 ga bemalol ishlaydi. Drabilkamizning uzunligiga kelsak, drabilkamiz 1.30 sm ni tashkil qiladi. Bu yerda lentalar joylashgan. Lentalari ham temirli variant bo'lib kelgan. Endi pichoqlariga kelsak, pichoqlari 6 ta pichoq bilan jihozlangan bo'ladi. Pichoqlari rels materialdan, qattiq metalldan tayyorlangan, ancha-munchaga o'tmas bo'lmaydi. Bu yerda o'tni ichkariga tortib ketadigan qism joylashgan bo'ladi. Oldida ham qo'shimcha pichoqlari bo'ladi. Bu kesilgan o'tlarni yana ham mayinroq qilib chiqarishga yordam beradi. Drabilkamiz 2 ta skorusda ishlaydi. Drabilkamizning motor qismi mana 3 kilovatli mis obmotkali motor. Ustida voltmetrlar joylashgan, 220 ga ishlaydi. Tokni nechiligini ko'rsatib turadi bu yerdan. Xo'p, endi bu drabilkamizni hozir ho'l makkapoya va yer yong'oq poya, quruq o't, ikki xil o'tlarni maydalab ko'rsatib beramiz. Mana akalar, yer yong'oq poyamizni maydalab chiqarib oldik. Bu eng mayin holati, ko'rishingiz mumkin. Qo'y mol yeganda umuman musor chiqmaydi, xudo xolasa. Xuddi shunaqangi darajada maydalab beradi. Endi hozir sizlar bilan makkapoyani ham qanday maydalashini ko'rsatib chiqamiz. Mana makkapoyamizni ham chiqarib maydalab oldik. Silyosga juda ham mayin. Mana qo'y molingiz yeganda umuman qiylanmasdan maza qilib yeydi. Agar
Sizga ham shunday drabilkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz.